Ustozim ketyapti mana. Bu yoqdan bu bola chiqyapti. Nurislom. Kiyimga o'xshab. Men Abdulaziz ismim esiga bor. Mana bu shulardan himoya ekan mana. Qaranglar. Qani? Mana mo'g'dini urib olsangiz, hech narsa qolmas ekan. Endi nima qilaman? Endi o mana yoqqa ketadi. Yo'q, qarang. No, ok. Brat, meniki qani? Mana meniki turibdi ana. Mabodo tushib ketib qolsa ham mabodoga ushlab qoladi. O'zimiz tashlab ko'ramizmi bir? Ichchi bor desin. Qo'ymayman unaqa. Nima deysiz obunachilarga? Ha? Meni ota-onam hali mendan ko'p narsa kutyapti. Qani, go'mi? Qaltirashtirgan. Bas. Men ishda hozir chiqdim, men ishdan o'tdimmi? Balandligini qaranglar, men bo'laman o'tayotgan. O'ylagandan ancha qiyin. Mana o'rdalariga kelasiz-ku, o'sha tepaga chiqasiz, o'sha bo'ldi, tamomsiz. Qo'lni kuch ketar ekan yomon. Xavfsizligingiz. Ana shu o'rtaroq o'sha qiyin bo'lish boshlaydi hozir. Hali bu yerda bor. Hatta mana bu juda oson ko'rinyapti. Balki hozir o'tib boramiz. Men hozir mana shunaqa stilda hozir. Zo'r cherganlar. Bunaqa narsani taqib qo'yishgan-da bu. Ha? Birinchisigami? Chiqing, siz hozir hali dahshat bo'ladi zerikkaningizda. Mana Abdulaziz yetib kelyapti. Yetib keldi. Deb qo'ying oxiri. Bizda bunaqa narsa instruksiyasini tushuntirib o'tsak bo'lar ekan. Mana bu narsa bunaqa ekan. Tipa ametda spesialniy temir o'rtadi ekan. Bunaqa ingichkalik bo'yicha. O'tar ekan. Shundan o'tkazib yuraverar ekansiz. Oxirida mashina o'ziga osilib uchadigan joyi bor ekan. Uning uchun mana narsa kerak bo'lar ekan. Ungacha tegmas ekansiz. Mana. Davr talabi va hozirgi. Shularni ham bor, rangimizga mos qilib berishdi-da. Meniki oqmi? Men o'zim hali ko'rmadim. Ko'rmasdan kiyibman men ham. Mana brat kiyim ekan bu ham. O'rtacha. Qarash tepasini ushlab yuraverasiz. Mana orqangizdan ketaveradi o'zingizlar ipingiz. Yaxshi, o'z o'raga. Ketib qol. Mana bola chiqyaptimi? Sakrab ko'rish kerak. Qani, sakrab ko'ramiz. Birdan 3. Balakat qilmang. Mana bola, nima qilyapti? Chirmashib. Qaytadan. Xullas biz Xo'sh, o'rtoqlar, biz bunaqa joylarga kelib qo'ydik. Mana qarang, mana narsani biladi. Lo'shiymasa ketib qolar ekan. Hozir ketardim. Sog' bo'lasida bo'lardi. o'sha xatamda qo'ying, men keyin chalkash qo'yani. Yaxshi. Yuribmiz. Bunaqa arqonim bilan yuribmi? Kaskaga birilay ekan. Yuribmi, osilay. Tarzan bo'ldi. Birinchi ko'rinishda qiyin, oson bo'ladi. Lekin unaqa emas. Xullas, hozir ikkita missiyadan o'tdik. Men bu yoqda Nurislom bor. Birinchi missiyadan o'tyapti. Juda qiyin bu ham, qaranglar. Shpagat. Qani bitta shpagat ochib bering. Hop, ana. Ana. Bu yoq uddalab. Ha? Qiyinroq ekan anaqadir. Da rostdan. Mana bu bor, keyin ikkinchi nima? Va bu birinchisi, bu ikkinchisi, mana bu uchinchisi. Hozir ko'ramiz. Ha? Qani. Ko'ramiz endi qalay bo'ladi. Bu lokatsiya G'afurg'ulon parkida. Mana bu opa ham qizcha ekan. Ha. Mana bo'lar. Yo bro, you can do it. Молодец. Hop, endi o'rtoqlar, men mana buni o'tishim kerak, o'shanga. Sog' bo'lasizlar. Keyingi challenge-da uchrashguncha. Guys, men bu kadr, bu tarafdan kadr ma'lummi? Bolalar hozir
Olinsa kerak. Chiqarib ko'rmoqchi edim, olinmas ekan. Hozir bularni qanaqa qilib turib olish kerak. Qo'llarni hozir olamiz. Ana ola. Amallayapman olishni. Oyog'im turmayapti. O'tinglar. Biz kattaroq qilsa bo'lmasmikan? Nima qilib? Kattaroq qilsa bo'lmasmi? Oyoq qo'yadigan joy. Yo'q, o'shanisi bilan qiziq. Chumollar ham bor ekan yo'q. Mahmud qiyaligidan zo'rg'a turibman. Nozlar navbat. Vashi. Qiyin ekan mana bu. Ha, bir ikkita joylarga oyoq qo'yib bo'lmas ekan. Nuruslom ham o'tib oldi. Endi biz hozir bu Mahmud sal qiyinroq ekan endi. Mahmudga hozir mani gal keldi. Bu yerdan o'taman, keyin yo'dan bu yoqqa qanaqa o'taman? Uchadiganmikan? Mahmudni nima qilar ekan, ha? Bakaman, o'taman bu yoqqa, o'tib ketdik. Hozir bular bu yerdan kadr olish mumkin. Xullas, men o'tib oldim. Mahmuddan mana. Nuruslom. Yo, hozir Mahmud o'tyapti tabtazim. Fit, qalay? Nima? Qalay taassurotlar? Rabji. O'tirishni. Oyoq berdim. O'rtaga. Nima turish? Давай, брат, you can do it. Yeah, mana bu yoqdan keldi, kimdir keldi. Uy, bu qanday chiqdinglar bu yerdan shu xavfli. Qanaqa qilib odamni riskga qo'yib yuborishyapti bular? Yo, biz qilamiz, uddalaymiz ekan. Odamni riskga qo'yib tashlashyapti. Ya, brat, tushib ketsangiz, mana bu qutqarib qolsa kerak. Qutqarsa ham baribir siz tushib ketasizlar. Mo, balandlikni qarang, bro. Ashi balandman. Shunda qarang. Yo, Tarzan bo'lib kelsiz. Sizda anaqani qoni bor, Mavglining qoni bor sizda, bro. Tarzanda va. Bekorga sochim bo'shtirgan. Bosasizmi? Ha, bitta o'taylik. Yo, qarang, ketib qolmasin. Oyoq qarang, oyoq. Давай. Qancha qoldi? Men o'zi tushdim deb qoldim. Men mazza qilyapman lekin. Men bu kishi xavfli ekanlar. Da, oyoq qo'yadigan joy. Yo, mashincha. Bitta mashincha joy. Da, Kalach-balashda chiqsa-chi o'yinga, bro. Qanaqa qilib o'tadi? kalashlardanmi? Nima? Kalach, oyoq, kalach. Silliqqina bo'ladi. Ha, da. Mana o'tish ham qiyin ekan, mana chinoq. Ha, mana bu desichoga tagimizdagi va qiyshiq mana. Na tomon og'ib ketgan nariyoqqa. Mana atrofni tomosha qilinglar, mana atrof. O'talalindimi? Давай, to'xtanglar, men. Siz deyelim ya atrof. Nima? Давай. Abdulaziz sayohatga yo'l oldi. Sizda Tarzanni qoni oqyapti, bro. Eski Tarzanlarni qoni oqyapti. Nimaga mashina o'rnash? Sizni maqtavdim, hozir apatitchilarga maqtayotgandim, bro. Hozir maqtab turdim sizni, deyman. Mana shu ip kishanib turibmiz, vay. Shu ip bo'lmaganda ham o'taveramiz deysiz? Savol. Shu ip bo'lmaganda. Bu tovondan boshqa qanaqadir qizni. Например, Muslima. Ya bu video chiqadi.
Ha? O'tgan bo'lardim. O'tayotgan bo'larmidingiz? Da. Endi qiziq bu yoqqa borgandan keyin, qiziq o'tib olgandan keyin qutqara olamanmi yo'qmi? Bu yoqqa borib olib motivatsiya berardingiz-da. Davay, davay deb. O'zing o't deb. Oyoqni qo'yishni qaranglar. Davay, davay. Evet, balat. Ancha balatmaydi. Odamlar. Kesu. Meni ham kutinglar. O gap chiqmay qoldi. Men o'tib oldim amallab. Mana bu narsada mana endi bu bola o'tibdi. Qalay ekan o'tish? Qanday olgan o'rtasidan o'tish? Bizda bunaqa voy, bu yerda bizda bunaqa rakurs, bu yerda esa bunaqa ko'l, bog', odamlarni ko'rib tursangiz bo'ladi, ular ham sizni ko'rib ketishadi. Kelasiz. Hozir uzr. Biz bordim. Hozir biz qiyinidan o'tamiz, o'zi ziplayinmi, aylanadigan, uchadigan joy ekan, garochi mana. Hech narsaga bitta uchib o'tib ketasiz. Unga bizga mana bu narsa kerak bo'ladi. Hozir ko'ramiz. Ha. Bo'la qoling. Nima bumi? Boshida ozgina berdi qo'rquv. Ha, devorga chirmashib o'tishmi? Oyog'ingiz nima? Qaychiqib o'tkazasizmi? Uxti, mana ko'tar ekan. Uxti. Mana chotki. O'tamiz. Va nihoyat Abdulaziz yetib keldi. Abdulazizning oxirgi qadamlari. Ha? Biz uddaladik. Nuruslom. Siz olasizmi? Nuruslom. Bering. Men mana uchib ketaveraymi? Rебята, hozir bitta eplosing qilamiz. Mashina uchib o'tamiz. Bismillah deb o'tamiz. Hazırlaştık. O'tamiz. Как? Nuruslom kelyapti. Nima dedi? Qattiq sakraymiz birgachi. Talkat qolasiz taraf. Ha, bu itar boraymi? Men itaraymi yo'q. O'zi hozir itarlamiz, itarlayapti. Voy, mana buni o'tkazish kerak-da, bo'ldi mana shuni. Shu. Olib. Ami it betdi. Bilet. Tamam, 05 bormi? Yo'q ekan. Yo'q, bali. Oo, qattin doy, men itaraman, doy. 1 2 To'xtanglar. 1 2 Ketdi. Qalay? Mana. 6x ham bor ekan. Ha, bu yoqda yana bitta qonida Tarzan qoni oqayotgan bolalar bor mana. Tupursa tupugidan testosteron oqadi, o'sha brat aytgandek.
mushaklari ko'rinib turibdi va shu bu bolani ko'rganlar zalga chiqqisi kelmay qoladi. Ha? Xo'p, men mana to'g'rilab turaveray. Yeb. Ha. Menimcha yarimiga kelib qo'ydik-ku. Ha, kamera ozgina artish kerak ekan. Mana tiniq bo'ldi endi. Yo, o'zgarish bo'lmadi. Pauzani bosaman. Hopti, pauza. Men o'tib oldim. Uchib. Zo'r ekan, lekin mana bolalar o'tyapti, shuni ko'ringlar qayta. Shular mana shu bolalar o'tyapti. Газуйте! Urildim. O'shancha qilingan ekan. Bo'ldi. Bo'ldi, men indamay qo'ydim. Davay. Ay. Men urildim, mana bunga boy ko'rdingizmi? Menmi? Davay. Let's go. Davay, keyingi missiya bu mana buni complete qilish kerak. Xo'p, keyingi missiyamiz bu mana bu. Mana buni o'tib oldik. Mana kelyapti, bu yoqda bu bola. Bo'ldi menimcha, mana shu oxirgisi kimda ketamiz o'sha yoqqa qarab. Yoki tushamizmi bilmayman. O'taylik chiqani. Mana bu bola o'tmoqchi. Davay. Olib turapman, ha. Ajoyib. Bittasi bormi ekan? Ha, olib turasizmi videoga? Mana bu juda qiziq ekan, mana bu. Men o'zim qaltirab o'tsam kerak, katta ehtimol bilan. Bilmayman, hozir basharam qanday ko'rinyapti. Ajoyib ko'rinyapti. Qani? Yo'q. Seni qoningda Tarzanlar qonida. Da. Dette jadidlar yordam bermayapti. Bitta. Qonni tanlashda adashmaslik kerak, davay. Bola nima qilyapti? Yoshlikni eslab beryapsizmi buni? Shuni aytmam bor. Mana bu yoqda ushlab bo'ling. Davay, yana bitta. Ko'ringandan ancha qiyin ekan bu. Bro. Pullaringiz qayerdaligini aytib keting. Mana shu joyda reklama bo'lish kerak edi. Pullaringizni qayerda saqlashingizni aytib keting, bro. Kodini aytib keting, Visa kartani. Ay. Abdazim tushib bo'ldi. Stop, to'xtatdik. Qani shuni ham bir finalni ko'raylik. Qiziq bo'lsa kerak. Davay finalni. Tanan. To'xtataveraymi? Yo, pauza bosing. Pauza bosaman. Bo'ldi, olinyaptimi? Ketdi. Xullas, o'rtoqlar, mana shu oxirgimiz, o hayotda Abdazim kutib turibdi. Demak, qani, mana buni. Hoppa, yetib o'ynaga ketaman. Ketdi. Tak, o'tirib olay. Yes, burada to'xtang. Что-то не то. Chiqdi.
Tushunarli. Bu yerdan bunday tushish kerak ekanda. Men tayyorlab turay narsalarni. Mana xullas korоче tushyapti. Mana. Men kelib oldim. Men tushdim уже. Bolalar premo uchib kelar ekan, men ip ko'rinmayapti. Unga kelib dang etib kalla qo'ydim. Hozir bolalar uchadi mana Abdulaziz bitta ekan. Nursulom ham bitta kutyapti mana. Ko'rinmayapti mana barmog'im mana. Mana shu yerda. Ham bola uchadi. Давай. Kamerani bir tashaman. Mana shunda shop turib chiqani. Hozir Abdulaziz uchadi. Ha, parazit ashulinga san. O'zi hamcha ritmga tushib beryapti. Abdulaziz o'rnatyapti. Bizga anaqa narsa o'rnatish kerak bo'ladi, uchadigan. O'shani o'rnatyapti hozir. Go! Ha, Nursulom o'tayotgan ekan. Abdulaziz! Salzagiro talchoq beravering, men kalla qo'ydim. Mayli uchirsin chiqaring, men no keladi Ahmetga. Voy bilay qani. Ahmetga dang etkalla qo'yadi. Короче. Men tushdim tayyor уже. Kiyimlarni berib oldim. Hamma bola yetib kelibdi mana hozir. Tushib olsinchi. Shu endi.
tushing. Siz bopmas ekan? Nima sizmas ekan? Chiqaring yo'qdan. Endi fikrlaringizni ayting, nima deyotdingiz? Fikrlaringizni ayting, nima deyotdingiz? Balandroq gapiring. Oz ekanda, yana bir yarim soat davom etish kerak. Yana bitta klub qilishimiz kerak edi. Yana bitta pelotron mavzuga urilasiz. Xo'p, biz tugatdik. Taassurotlar Zo'r bo'ldi ana shu qo'lda borib ishladingiz so'z bilan. B. Tirmashib, tirik qolish uchun. Tirik qolish uchun. Ana tog'iligi joy bor, haligi ashki. Eng qiyini mana bu bo'ldi mana bu. Arqonmi? Ha, arqon. Onamda pulni lekin ana yonidagi bor. Undan keyin